Akalar biza sezon kelishiga narx-navoni tushirishni boshladik. Yo'qsa like bosib, podpiskani bosib qo'yasizlar. Ko'rib turgan torpeda chexolilarning narxini 39 ming so'mdan qiyordik. Akalar, bular originali bo'ladi. Birinchi chiqqan 10 dollarlik torpeda chexol bor-ku, любой mashinaga bor. Bundan tashqari tentimizda ichi nachosligini 110 ming so'mdan qiyordik. Akalar, Damas o'ziga radnoy ham kelgan. Bundan tashqari bu tentimizni 65 ming so'mdan qo'yordik. Akalar, bu tentimiz vashim sifati zo'r, suv chang o'tkazmaydi. Dvorniklarda ham narxini-chi 20 ming so'mdan qo'yordik. Akalar, keldi hamma mashinaga. Bemalol ko'rasizlar. Bundan tashqari Damasga barlarimiz ham kelgan. Mana shu letimiz bor, 140 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bugun o'zida bir 10-20 tacha odam keldi. Soni 100 tacha qoldi. Akalar, keyin bunaqa narx bo'lmaydi. Hozir shunaqa narx. Akalar, ulgurib qolamiz. Ko'pchilik Magikar'ni qanaqa deb so'rabdi. Akalar, Magicar 906 sifati zo'rini narxini 46 dollardan qilib beramiz. Akalar, like bosib, podpiskani bosib, yaqin o'rtog'inglarga yuborib qo'yinglar videoni.